Z1 modelimiz. Yangi model qildik. Model haqida, yangi kartmon haqida tushuntirib berishga harakat qilaman. O'lchamlari 10 ga 7.7. Ixcham qo'lda turishi mana ko'rinayotgan bo'lsa, qulay. Cho'ntakka solsa bo'ladi. Yangiligida mana ozgina ko'tarilib qoladi pullarni solganda, boshqa qilganda, lekin buni ishlatilavergan sari o'zi formaga kirib yana ham yalpoq bo'lib ko'proq. Hozir kartalar solib qo'yganman 3 tadan 6 ta. Ikki tomoniga mana. Ko'rinayotgan bo'lsa mana. Shoflariga ahamiyat berib qo'yasizlar. Undan tashqari biz chekasini karbonga o'xshatishga harakat qildik, materialni yopishtirib ko'rinayotgan bo'lsa mana. Yonboshlari, chekalari, ichki tomoni, ichki taraf mana. Pul solib chiqarishga qulay. Biz bunga o'xshagan modelda avval qilganimizda o'rtadagi pergorodga mana terimiz yumshoqlik qilib, jicham o'ynab muammo qilgan, tug'dirgan bizga. Hozir mana shu karbonga o'xshatishga harakat qildik dedik. Chekasida shu material yopishtirdik, shu terini mahkam ushlab turishligiga yordam beradi. Dizayn ko'rinyaptimi? Rasmlarni ham qo'yamiz, to'g'risi, rasvetkalarni ham ko'rsatib qo'yaman bir yo'l. Tak, ichiga 50 ta pul bemalol sig'adi. 50 ta pul solib ko'ramiz. Ikkita pul sig'adi. Ko'rinayotgan bo'lsa, qo'lga keladi. Yopilishi ham oson. Yeriga agar piston qo'yib yo magnit qo'yadigan bo'lsak, qo'pol bo'lib shuni yopib ketadi deb qo'ymadik. Ya'ni shunday o'zi chiroyli turibdi dizayn. Buni o'zini yopib, shunday cho'ntakka solsa, formaga tushib qoladi o'zi. Ancha ishlatgandan keyin. Mana rasvetkalari bor bizdan har xil. Kulrang. Seri to'q kulrang. Olov rang. Olov rangi. Jigar rang. To'q ko'kimiz bor.